Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan JavaScript darslarini davom ettiramiz. Bizda bugungi mavzumiz class inheritance mavzusi, ya'ni klasslarda merosxo'rlik. Biz sizlar bilan prototype inheritance mavzusini o'tganmiz, ya'ni obyektlarda merosxo'rlik. Obyektlar qanday qilib meros olishi esingizda bo'lsa kerak. Shu mavzuni bitta eslab olsanglar, klasslar mavzusi ham shunga o'xshab sodda davom etadi. Xo'p, bizda mana animal klassimiz bor. Bu bizga obyekt yaratib beradi, hayvon obyektini. Bu obyektimizda speed va name degan xususiyatlari bo'ladi. Xo'p, speed va name degan xususiyatlari bo'ladi. Ya'ni speed uni tezligi, name uni nomi, hayvonning nomi. Va run va stop degan xususiyatlari bor klassimizda. U yaratilgan obyektimiz. Xo'p, run uni nima deydi? Tezligini berib, nima deydi? Runni chaqirganimizda biz uni tezligini o'zgartiramiz, chunki speedni mana yerda 0 ga teng qilib qo'yganmiz. Runni chaqirib, unga argument berish orqali biz obyektimizning qiymatini o'zgartiramiz. Va shunchaki mana buni chiqaramiz. Stop. Speed qiymatini yana 0 ga qaytarib qo'yadi va mana shuni chiqaradi alertga. Xo'p, endi bizda quyon degan klassimiz bor. Quyon ham hayvon, unga ham nima deydi? Tezlik, nom, yugurish, to'xtash kabi metodlar kerak. Biz shularni Rabbit ichida yozishimiz ham mumkin yoki extends orqali Rabbit klassimizda animal klassimizdan meros oladigan qilib qo'yishimiz mumkin. Extends kalit so'zini qo'yamiz va mana shu klassimiz kimdan meros olsin? Mana animal yozib qo'yganman, animaldan meros oladi. O'zini esa hide degan anaqasi bor. Nima deyiladi? Metodi bor. Xo'p, endi mana bu holat. Biz Rabbit orqali bitta klass yaratdik. Bitta obyekt yaratdik. Rabbit degan obyekt yaratdik. Xo'p, biz argument qilib white rabbit deb beryapmiz. White rabbit. Xo'p, buni video davomida tushuntirib beraman. Mayli, hozir qaranglar. Rabbitimiz o'zini konstruktori yo'q. Lekin esingizda bo'lsa, JavaScript o'zi agar konstruktori yo'q bo'lsa, konstruktorda yaratib chaqirib beradi. Bu yerda esa mana bu konstruktor chaqiriladi. Ya'ni konstruktorni ham meros qilib oladi demoqchiman. Meros qilib olmaydi. Nima deydi? Rabbitimiz unga meros berayotgan klassda konstruktorini o'zini ichida ishlatadi. O'shanda biz white rabbit deb berdik-ku, white rabbitimiz konstruktorda yana name ga teng bo'ladi. Name degan parametrga qiymat qilib beriladi. This.speed ga 0. Demak, rabbit degan obyektimizning ichida speed degan o'zgaruvchi xususiyat yaratilib, qiymati 0 qilinadi. This.name teng name. Ya'ni rabbit ichida name degan xususiyat yaratilib, qiymatiga name beriladi. Ya'ni mana bu name. Uni qiymati nima? White rabbit. Hozir mana bu narsa, mana shu konstruktor shuning ichida ishlayapti deb tushuninglar. Keyin rabbit.run ni ishlatyapmiz. Xo'p, rabbit obyektimiz ichida run degan anaqa bormi? Nima edi? Xususiyat. Tekshiraylik. Rabbit mana. Konsolimiz yo'q ekan. White rabbit run bular kerak emas. Konsolda ko'raylik. Xo'p. Mana rabbit degan anaqamizni, obyektimizni konsolga chiqardik. Ichida speed degan xususiyati bor, name degan xususiyati bor. Lekin run degan xususiyati yo'q. Demak, rabbit ichidan run yo'q. Keyin qayerdan qidiradi? O'tgan darsda sizlar bilan o'tgandik. Klass yaratgan har qanday obyekt shu klassni prototype degan xususiyatidan meros oladi. Xuddi konstruktor funksiyalariga o'xshab. Demak, Rabbitimizni .prototype degan xususiyatiga boradi. Xo'p, uni ichida tekshiraylik.
rabbit nuqta prototype. Rabbit nuqta prototype. Xo'p, nimani ko'rsatyapti bizga? Rabbit nuqta prototype bizga obyekt berish kerak edi. To'g'ri. Nimada animalimizni ichida mana height degan metodi bor, konstruktor bor, class rabbit. Ya'ni shu anaqamizda mana shu klassimizda o'zini konstruktor o'tgan narsa gaplashgandik-ku. Klassimizni o'zini saqlaydi. Xo'p, lekin run degan metodimiz rabbit prototypening ichida yo'q. Mana yo'q. Xo'p, shunda nima qiladi? Mana shu yerda klassda merosxo'rligi ishlaydi. Ya'ni rabbitimizda prototype xususiyati animalda prototype xususiyatidan meros olyapti. Ya'ni hozir mana prototype xususiyatida qaranglar. Mana prototype xususiyati. Bu kimni prototype? Bu kimni yashirin prototype xususiyati? Rabbitimizni prototype xususiyatining yashirin prototype xususiyati, ya'ni kimdan meros olishni saqlaydigan joy. Xo'p, ko'raylik kimdan meros olyapti. Konstruktor run stop. Ya'ni animal klassimizdan meros olyapti. Uning ichida mana konstruktor bor, run bor, stop bor. Konstruktor bor, run bor, stop bor. Xo'p, qanaqa qilib biz rabbitimizni prototype xususiyatining yashirin prototype xususiyatiga animalda manzilini berib qo'ydik. Qanaqa qilib? Extends kalit so'zi orqali rabbitimizni animalga meros beruvchi qilib qo'ydik. Xo'p, endi rabbitda prototype xususiyatining ichida run yo'q. Keyin yashirin prototype xususiyatiga qaraydi. U yerdagi manzil bo'yicha meros olish uchun qaysidir klassga boradi. U yerda animalda manzili bor. Mana animalda ichidagi mana bular esa animalda prototype xususiyatini xususiyatlari. Ya'ni mana bunday narsalar. Animal prototype shuni ichidagi xususiyatlar mana bular. Xo'p, mana konstruktor run stop shuni ichidagi xususiyatlar. Xo'p, bularning ichida run bormi? Mana run bor. Runni topdi. Runni endi rabbitga nisbatan ishlatadi. Run nima ish qilardi? This.speedni biz bergan argumentga qiymat qilib berardi. Biz argument qilib 5 ta berdik. Demak, mana bu speed 5 ga teng. Shu obyektda speed degan xususiyatini 5 ga teng qilib qo'ying deyapti. Rabbitimizda speed degan xususiyati bormidi? Bor edi. Xo'p, uni endi 5 ga teng qilib qo'yadi. Xo'p, height. Endi heightni chaqiryapmiz. Bu endi nima bo'ladi? Obyektimizning ichidan height degan xususiyatni qidiradi. Bormi obyektimizning ichida? Obyektimizning ichida yo'q. Obyektimizda faqat speed xususiyati bor, name xususiyati bor. O konsolga chiqargandik shekilli. Rabbit mana. Faqatgina speed bor, name bor. Hop. Heightni qayerdan topadi? Rabbitda bo'lmagandan keyin rabbitning yashirin prototype degan xususiyatiga qaraydi. Ya'ni obyektimizda yashirin prototype degan xususiyatiga qaraydi. U xususiyatida kimning manzili bor? Rabbit. Mana bu rabbit klassimizda prototype degan xususiyati yashirin prototype emas. Prototype degan xususiyatining manzili bor. Xo'p, uning ichida esa height degan xususiyati bor. Shu xususiyatni oladi-da, rabbitga ishlatadi. Shunda shu obyektimizni name'ini chiqaring deyapti alertga. Tekshiramiz ishlayaptimi. White rabbit run with speed. Bu mana bu runni chaqirganimiz uchun ishlayapti. Alerti bordi mana esingizda bo'lsa. O'shani boya gapirmay ketibmiz. Ikkinchisi white rabbit hides. Hide'ni chaqirganimizda white rabbit hides deb chiqdi. Mana buning ichida white rabbit hides bo'ldi. White rabbit esa uni name xususiyatidan olindi.
Mana shunday ishlaydi. Object merosxo'rlik, object emas, class inheritance. Va yana bitta narsa. Extends kalit so'zidan keyin biz birorta yaratilgan klass qo'yishimiz ham mumkin yoki o'zimiz klass yaratib qo'yishimiz ham mumkin. Kimdan meros olishini kiritadigan joyimizga boshqa narsa ham yozishimiz mumkin. Misol uchun mana f degan funksiya, bu funksiyamiz bizga klass qaytaradi mana. Shuni ham yozishimiz mumkin. Mana animalda o'chiramiz. Funksiyani chaqiramiz. Argument qilib istasak mana hello phrase ekan. Farqi yo'q. Hello mana. Xo'p, shunda bizda rabbit degan klassimiz kimdan meros olyapti? Mana bu klassdan meros olyapti. Mana shu klassdan meros olyapti. Bunaqa qilsak ham, bu ham xato emas, bu ham to'g'ri ishlaydi. Misol uchun hozir say hi ni mana chaqirib ko'raylik. Say hi. Hop, say hi chaqirdik, argument shart emas. Hop, yangilaymiz. Hello mana chiqib kelyapti. Shunaqa ishlaydi bu. Xo'sh, o'quvchilar, agarda biz xohlasak-chi, ya'ni rabbit obyektimizga stop chaqirganimizda stop bo'lsin, ya'ni tezligi 0 ga tushsin va hides, ya'ni hides bu yashirinish. Yashirinsin ham. Ya'ni mana bu ham ishlasin. Stopni chaqirdikmi, u ham bo'lsin, bu ham bo'lsin. To'xtagan, ya'ni tushuntirsam nima bo'layotganini, stop to'xtadi, ya'ni quyon to'xtadi. Tezligi 0 ga tushdi, quyon to'xtadi. Va yashirinsin ham. Joyda birdan yashirindi. Yashirinish uchun hide ishlatiladi. Shu ham ikkovi ham birdan bo'lsin. Uning uchun biz qilishimiz mumkin. Stop qilishimiz mumkin-da. Xo'p. Mana yangi nima deydi? Metod qo'shyapmiz rabbitga. Meros endi rabbit klassimiz stop degan metodda animaldan meros qilib olmaydi. O'zini stopini ishlatadi. Unda biz yana mana shu kodlarni yozishimiz, keyin hide'ni uning ichiga yozishimiz yo'q, unaqa qilmaymiz. Uni o'rniga super degan nima metodmi bu? Kalit so'zdan foydalanamiz. Super degan kalit so'z. Super mana nuqta stop. Super nuqta stop ishlatamiz. Keyin this nuqta hide. Hop, bu yerda nima bo'lyapti? Biz stopni chaqirganimizda mana bu stop metodi ishlaydi. Bu metodni qayerdan oladi, qayerdan keladi, uni boya ko'rib chiqdik. Xullas, mana shu metod ishlaydi va bu metodimizda ishi bu ikkita metodni ishlatish. Nimaga mana bu super nimaga teng? Super nuqta stop qildik, bu animalda stop degan anaqasiga, metodiga teng. Shu yerga buni o'rniga mana this qilib qo'ysak. Bunda baribir shuni o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni o'zini qayta-qayta chaqiraveradi. Agar uni o'rniga animal qilib qo'ysak, animalda unaqasiga o'tsin desak. Unda meros olishda nima keragi bor bo'lib qolyapti? Yo'q. Unaqada ishlamaydi. Chunki animalimiz ham stop degan xususiyatini o'zi nima deydi? O'zida saqlamaydi-ku, o'zini prototype degan xususiyatida saqlaydi. Bu xuddi bunaqaga o'xshaydi-da, metodlarini qo'lida ko'tarib yurmaydi-ku. Metodlarini sumkada, prototype degan anaqada sumkada saqlaydi. Shunday soddaroq aytsak. Shuning uchun ham biz super orqali ishlatamiz ularni. Super kalit so'zi orqali. Super kalit so'zi animalda stopiga teng bo'lyapti. Super nuqta stop qilganimiz animalda stopiga teng bo'lyapti. Agar mana superda o'zi qolsa, shunday qilish kerakmi? Stop bu metod bo'lsa.
Agar superda o'zini qo'ysak, bu rabbitimiz meros olayotgan obyektining konstruktoriga teng bo'ladi. Mana shu konstruktorga teng bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda, mana shu qatorda hozir konstruktor ham ishlab ketadi. Buni hozir tushuntiraman nimaligini. Oldin mana buni ko'raylik. Hop, stop. Hop, endi nima bo'ladi? Oldin stop ishlaydi. O'zi turgan zistagi speedni 0 qilsin deyapti. Buni speedi o'zi 0 runni chaqirib 5 qilganmiz. Endi stopimiz esa uni yana 0 ga tushirib qo'yadi. Keyin hide ishlaydi. Hide nima ish qiladi? Uni yashiradi. Ya'ni oq quyon yashirin, white rabbit yashirindi. Hides yashirindi deb chiqarib beradi. Shunda biz elementni qayta yozish. Overriding nomi nima edi? Overriding a method. Overriding method qilyapmiz. Ya'ni metodni qayta yozyapmiz. Rabbitimizda endi stop degan o'zini metodi bor. Biz mana u yaratgan obyektlardan nuqta stop qilib qidirsak, oldin obyektni o'zining ichidan, keyin rabbitni nuqta prototype xususiyatidan qidiradi va o'sha yerdan topadi. Stop bor chunki. Shunday. Mana bu super stop desa, buni rabbit nuqta prototypidan qidirmaydi. Buni animalni nuqta prototypidan qidirib topadi. O'quvchilar, agar biz super kalit so'zimizni arrow functionni ichida yozsak, u arrow functionlar o'zini superiga ega emas. Zisiga ega bo'lmagan kabi superiga ham ega emas. Shuning uchun u tashqi kontekstdan foydalanib superni ishlatadi. Bunda ishlaydi, chunki biz shunda klassning ichida ishlatayotgan bo'lamiz va bu to'ppa to'g'ri. Super kalit so'zi faqat class metodlari ichida ishlaydi. Class metodlari ichida, ha, shunday. Agar buni o'rniga biz oddiy funksiya yaratib, oddiy funksiyada qilsakchi. Mana function nom kerak. Name. Mana. Bu ishlamaydi. Chunki nimaga? Bunda biz superni yo'qotib qo'yamiz kimdan olayotganligimizda. Chunki super faqatgina class metodlari ichidagina ishlaydi. Biz hozir class metodini ichida emas, funksiyani ichiga o'tib ketganmiz. Boya ham arrow functionni ichida edik-ku desalar, biz arrow functionni ichida edik. Arrow functionni esa o'zini superi yo'qligi uchun u tashqi kontekstdan foydalanayotgandi, ya'ni classning metodidan. Shuning uchun ham u to'g'ri ishlayotgandi, xato bo'lmayotgandi. Tekshirib olaylik, o'zi ishlayaptimi, yo'qmi? Qani, go live qilamiz. Tekshirib ko'ramiz. Qani. White rabbit with speed 5. Xo'p, qaysi kodimiz ishladi hozir? Birinchi bo'lib run ishladi, chunki mana run chaqirganmiz. Ikkinchisi white rabbit hides. Oldin mana bu hide ishladi. White rabbit stands still. Keyin mana bu superimizning ichidagi stop ishladi. Nimaga oldin hide ishladi? Chunki bu sinxron asinxron muammosi esingizda bo'lsa, muammo emas, xusus bo'ladigan holati o'zini. Esingizda bo'lsa, oldin asinxron kodlar bo'ldi. Hozir bunga chuqurlashib ketib qolamiz. Xo'p. Endi buni oddiy funksiyada boya yozgandik. O'chirib yuboribmiz. Function super stop. Hop, name. Mana chaqiramiz. Yangilaymiz. Yangilasak mana super keyword unfixed here. Xatolik beryapti. Hop, tushundingiz deb o'ylayman. Bu muhim qismi superda arrow functionda qanaqa natija berishi. Endi yuqorida darsda boshida aytib ketgan bitta narsani to'xtalib o'tamiz. Ya'ni biz rabbit klassimizni chaqiryapmiz va white rabbit deb argument beryapmiz. Bunda nima bo'lyapti? Bizda konstruktorimiz yo'q-ku. Qanaqa qilib
ichida name degan xususiyat, yana nima bordi? Name bordi, yana speed degan xususiyat yaralyapti. Buni sababi o'tgan darsda gaplashgandik. JavaScript o'zi klassni ichida konstruktor yozilmagan bo'lsa, konstruktorda yaratib qo'yadi degandik. Xo'p. Agarda bizda konstruktor debman, klass. Agar bizda klassimiz biror klassdan meros olayotgan bo'lsa va bizda shu Rabbitning ichida uni konstruktori yozilmagan bo'lsa, JavaScript motori orqa tomonda, pardaning orqa tomonida mana bu ishni qiladi. Bo'sh konstruktor yaratib, uni ichida superni chaqirib qo'yadi. Super bu nima edi? Super bu animalimizda nima deydi? Shu klassimizga meros berayotgan klassning konstruktori. Super shu. Shunda mana shu konstruktorni olib kelyapti-da, buni ichida ishlatib, chaqirib, biz white rabbit deb berdik. White rabbitni name ga qiymat qilib beryapti. Name ni esa mana this name qilib yaratib beryapti. Xo'p, agar shuni o'zimiz qo'lda qiladigan bo'lsak-chi, ya'ni mana qo'yamiz name, buni o'chiramiz. This nuqta name tenglik name. Xo'p, mana buchi, bu o'xshaydi. Mayli, speed ham qo'shib qo'yamiz. Speed. Xo'p. 0 mana. Xo'p, bu to'g'rimi? Mana shu ishlaydimi? Tekshiramiz. Xo'p, xatolik bo'lyapti. Nima sababdan xatolik bo'lyapti? Chunki biz konstruktorda o'zimiz yozadigan bo'lsak, JavaScript uni ichida super qilib mana unga meros berayotgan klassning konstruktorini chaqirib qo'ymaydi. Xo'p, uni chaqirmasa nima bo'ladi? Mana bu konstruktorimizda o'zi this yarata olmay qoladi. Agar u meros olmayotgan bo'lganida edi, konstruktorimizda o'zi this yaratib, o'zi shu ishlarni qilib ketardi. Lekin u meros olyapti qaysidir klassdan. Shuning uchun u endi o'zi this yaratmaydi. Unga this'ni u meros olayotgan klassni konstruktori yaratib berish kerak. Mana shu kodimiz to'g'ri chiqishi, ishlashi uchun mana konstruktorni chaqirishimiz kerak. Yangilaymiz. Mana hammasi to'g'ri ishlayapti. White rabbit run with speed 5. White rabbit stands still. White rabbit hides. Mana endi hammasi to'g'ri ishlayapti. Xo'p, holatlari esida qolish kerak. Ya'ni agarda hech konstruktorda umuman yozmasak, klassimiz meros olayotgan bo'lsa, JavaScript o'zi konstruktor yaratadi. Xo'p. Mana yaratadi. Uni ichida super qilib bular shart emas. Mana shunday qilib, argumentlarni mana args. Bu anaqa bilsanglar nimaligini rest va spreadni o'tgandik. Mana shu ishda JavaScript o'zi orqa tomonda qilib qo'yadi. Agarda konstruktor mana yozilmagan bo'lsa, agar konstruktor yozilgan bo'lsa, mana shu holatda, qani ortga qaytaraylik. Kodimiz shu holatda bo'lsa, xatolik bo'ladi. Nimaga? Chunki biz konstruktorda o'zimiz yozdik. Endi JavaScript boyaga biz aytgan ishni qilmayapti. Xo'p, uni qilmasa nima bo'ladi? Konstruktorimizda o'zi this yarata olmay qoladi. Chunki u meros olyapti boshqa klassdan. Shu klassimiz, mana shu klassimiz boshqa klassdan meros olyapti. Shuning uchun. Xo'p, buni to'g'rilash uchun nima qilamiz? Superni chaqirib qo'yamiz. Mana shunday. Nima uchun boya superni yozmaganimizda this yaratmayotganda, o'shani ham bitta sababi bor.
klasslarimizda konstruktor kind, mana ekraningizga chiqib turibdi. Konstruktor kind degan yashirin xususiyati bor. Uni ikkita qiymati bo'ladi, base va derived. Agar base bo'lsa, o'sha klassni o'zini konstruktori this yarata oladi. Agar derived bo'lsa, o'sha klassni o'zini konstruktori this yarata olmaydi. Qachon derived bo'ladi? U kimdandir meros olayotgan bo'lsa. Agar o'sha klassimiz birorta klassdan meros olayotgan bo'lsa, o'shanda uni konstruktor kind yashirin xususiyatining qiymati derived bo'ladi. Agarda hech kimdan meros olmayapti, oddiy holda yaratilgan bo'lsa, base bo'ladi. Mana shu sababdan edi. Xo'p, o'quvchilar, endi mana bu kodga qaranglar-da. Xo'p, nima natija bo'lishini bir o'ylab ko'ringlar. Xo'p, istasanglar javoblarni daftarga yozib olinglar, natijani ko'ramiz. Animal. Ikkita animal chiqdi. Xo'p, kodni yaxshilab qarab olaylik. Klassimizda animal klassimizda konstruktor bor, name degan xususiyati bor, qiymati animal. Rabbit degan konstruktorimiz animaldan meros olyapti. Uni name degan xususiyati bor, qiymati rabbit. Va biz ikkovini ham anaqa yangi obyektlar yaratyapmiz. New kalit so'zi bilan klassni chaqirdikmi, birdaniga konstruktori ishlashi kerak. Animalda konstruktori ishlayapti. Konsolga this.name qilib, mana name'ni olib chiqarib beryapti. Bunda muammo yo'q. Lekin nimaga rabbit ishlagan paytida anaqani animalni chiqarib beryapti? Sababi mana bu yerda konstruktorni yozmaganmiz, to'g'rimi? Agar konstruktor yozmasak, bo'sh konstruktor yaratiladi, ichida super deb mana bu konstruktor chaqiriladi va super chaqirilib ishlatilayotgan vaqtida hali rabbitni maydoni mana bu xususiyatlari hali yaratilmagan bo'ladi. Shuning uchun u har doim animalda name'ini oladi. This.name mana bu. Animalda name'ini oladi, chunki uniki yaratib bo'lingan. Lekin metodlar bilan unaqa bo'lmaydi. Metodlar har doim agar rabbit ichida shu nima deydi? Name degan metod bor bo'lsa, o'shani oladi. Misol uchun mana name degan metod yaratib ko'raylik. Name chaqirilyapti. Yaratyapmiz. Log 2. Shuni kopiya qilamiz. Buni o'chirib mana 1. Name. Mana qauslarni qo'yamiz. Xo'p, natijamizni ko'ramiz. Name is not a function at new animal. Xo'p, nimasidir xato yaratdikmi? This.name qilib yozmabmiz-da mana. Endi joyiga tushdi. Hop, oldin 1 chiqdi, keyin 2. Metodlar bilan unaqa bo'lmaydi. Faqatgina xususiyatlar bilan shu boya aytgan narsam bo'ladi.